O'qituvchi bo'lishning eng qiyin tomoni nima? Dars o'tish emas, har bir bolani va uni ota-onasini ko'ngliga yo'l topish. O'quvchilaringizni qaysi gapi eng esda qolgan? Ustoz, siz kasal bo'lmang, chunki biz sizni yaxshi ko'ramiz. Nega o'qituvchilikni tanlagansiz? Chunki bitta insonni kelajagiga hissa qo'shish bu katta baxt. O'qituvchi sifatida eng katta orzungiz? O'quvchilarni yaxshi inson bo'lib yetishganini ko'rish. Pul uchun o'qituvchi bo'lganmisiz? Yo'q, bu kasbni qalb bilan tanlash mumkin. Nega blog yuritasiz? Bitta sinfga emas, minglab insonlarga foyda keltirish uchun. O'quvchilaringizdan nimani o'rgangansiz? Samimiylikni, chunki ular qalbida nima bo'lsa shuni gapirishadi. Eng og'ir kunlaringizda nima kuch beradi? O'quvchilarim va meni kuzatayotgan insonlar. O'qituvchi bo'lish uchun eng muhimi nima? Faqatgina diplom emas, sabr. O'quvchilaringiz siz haqingizda nimani eslab qolishini xohlaysiz? Faqatgina darslarni emas, mehrni. Nega har doim kulib yurasiz? Chunki meni kayfiyatim butun sinf kayfiyatiga ta'sir qiladi. O'qituvchi boy bo'lishi mumkinmi? Albatta, agar boylikni pul bilan emas, duo bilan o'lchasak.